Ideal qaynonaning bir kuni. Ertalab turib o'zimdan o'zim oshxonadagi qozon tovoqlarni taqillatib kelinimni uyg'otaman. Shunda ham uyg'onmasa, otalar so'zining 3899-sonini baland qilib qo'yaman. Bezbet kelin shunda ham turmasa, plisosni olib xonasiga u yig'ishtirgan kishi bo'lib kiraman va tepasida plisos qilib turaman. "Voy oyijon, o'zim qilaman" deb jahl qilgandan keyin, "Men faqatgina sizlarga yordam bermoqchi edim" deb arazlab chiqib ketaman. Va telefonni olib dugonalarim bilan kimni kelini yomonroqligini muhokama qilamiz. Keyin albatta o'g'lim bilan kelinimni birga tushgan rasmlarini ikkiga ajratib, polvonim, pahlavonim o'g'limni rasmiga termulib o'tiraman. Voy ana, o'zi ham turib qoldi. Yugurib borib qo'limga tushgan lattani olib, o'zimni ish qilgandek va charchab ketgandek ko'rsataman. Va yetgancha orada hammaga ko'rsatib bo'lar bo'lmas dorilarni ichish esingizdan chiqmasin. Kelinim bilan o'g'lim urushayotganini ko'rib, "Iltimos, faqat meni deb urishmanglar, xohlasanglar ketaman" deb battar urush qo'zg'atib maza qilaman. Uxlashdan oldin daftar ruchkani qo'limga olib, ertangiga planlarni yozaman. Ideal qaynona bo'lish ham osonmasdek, shunaqa bo'lar bo'lmas qiliblarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kelinimga obuna bo'lib qo'yinglar.